Do'stlar, bu yirtqichni ko'rmasani bo'lmaydi. Bu 45 kunlik. 45 kunlik hali ovqatga kirmagan, sut emadi. Buni sotib oldim, kasal qilib qo'ydim, sut berib. Endi holi ham yo'q yurishga. Lekin bu yirtqich ekan. Qo'lni qaranglar. Qo'lni qaranglar buni. Qo'lni ahvoli. Qo'lni ahvolini qarang. Nima bu? Bu 45 kunda hali sutdan chiqmasidan oldin shunchalik bo'lsa bu leopardga chachishtirilgan deyishganda, ovchi shu. Bu hali sutdan chiqmasdan shunchalik bo'lsa, hammani qo'ylab yuribdi bu. Bu yeb qo'yadimi deyman odamma. Katta bo'lsa bu yeb qo'yadimi deb qo'rqyapman. Tirnog'i ham juda ham o'tkir ekan. Endi 45 kunlik o'shani tirnog'ini og'irmaydi turibman. Lekin buni evlab bo'lmayapti. Nima qilsa bo'ladi buni? Maslahatim, hech qachon mushukka sut bermaslik kerak ekan. Kasal bo'lib qolar ekan. Bu kasal bo'lib qoldi. O'zini qayshisini topib keldim. Kimda shunaqa mushuk bor? Bu giperaktiv mushuk bo'lar ekan. To'xtamaydi. Mana shu o'ynagan, o'qigan buni. Qo'llar ahvolini qarang. Qirq 45 kunlik mushukning ahvoli. Hali ovqatga kirmagan, sut ichadi. Kamiga bu kasal bo'lib qoldi.